Assalomu alaykum. Azizlar, xayrli kun barchaga. Bugun 2026-yil 15-fevral yakshanba. Aynan bugun Sergeli mashina bozorimizdan ko'plab minivellarimizni syomka qilishga harakat qildik azizlar. Endi ko'pchiligi shanba kuni mashina bozoriga mashinani qo'yib, ketishganligi sababli biz vaqtli bordik azizlar. Ko'pchiligini egalari bilan bevosita muloqot qila olmadik. Shunday bo'lsa ham qo'limizdan kelguncha bugun bu mashina bozoriga tushgan minivellarimizni e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz azizlar. Videolarimizni qo'llab-quvvatlash uchun layklarni bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim azizlar. Kimdir mashinasini sotmoqchi bo'lsa, kimdir xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishligingiz mumkin azizlar. Kanalimizga a'zo bo'ling. Miniven izlayotgan do'stlaringizga, sotmoqchi bo'lgan do'stlaringizga kanalimizning silkasini bemalol jo'natib qo'yishlaringiz mumkin azizlar. Obunachilar sonini xudo xolasa 1000 ga yetirishimiz kerak bir oy davomida. Albatta bizlarni poddeshka qilasizlar degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Oldinda sizlarni videomiz kutmoqda. Demak, birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, Miniven City kanali a'zolari. Bugungi mashina bozoridan Sergelidan birinchi mashinamiz Mercedes Vito bo'ladi. Mashinamiz holati yaxshi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz dizelda. Xorazmlik akalar zemlaklarniki ekan. Vitoning orqasi furgon bo'ladi, ko'pchiliklar biladi. Akamiz rasxotini ham kam deyapti. 7 ta yer ekan. Salonlari ham tiniq sostanada turibdi, poliklar qo'yilgan. Haydovchidan tashqari ikkita yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi mashinamiz. Monitorlari Pioneer qo'yib qo'yilgan. Bemalol metan propan ustanovka qilsanglar bo'ladi. To'rt tarafida ham eshigi bor mashinamizni. Har ikkala tarafdan ham ochib yopiladi. Akamiz o'zi balon sotar ekanlar. 248 ming yurgan mashinamiz. 248 ming kilometr yurgan. Balonlar ham yangi qo'yilgan, mashinamiz o'ziga ham yumshoq balon taqib qo'yilgan. Rasxot yo'q. Ortiqcha rasxot qilmaysizlar mashinamizga. Akamiz o'zimizning zemlak, Xorazmlik akalarimizdan. Qanchalik motor deyiladi bu? 646 eng yaxshi motorda Seraka tanlamaydi. Yo'q, benzinlarda misol uchun 2 turbo deydi, 1.5 deydi. 646 eng eshak, endi o'zbek tilida eshak motor deydi. Oldingi katta furalar boradi-ku, Mers fura. Avan? Ana shu Livoydan Serakani solib ketadi, Seraka tanlamaydi. Uzunidan long. Necha so'm deymiz buni? Grubiy necha so'mga kelishtirib beramiz keyin. 130 deymiz, kelaversizlar, ko'ramiz, kelishtirib beramiz. Mashinamizning bahosi 130 million. Bemalol telefon qilib aka bilan savdolashib, baraka qilishinglar mumkin. Nomeringizni aytib berasizmi, og'a? 97lik 774 6407. Akamiz nomerlari bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Faqat iltimos qilamiz, dam olish vaqtida kechki payt bezda qilmaymiz. Qo'ldan kelguncha oluvchi telefon bo'lsin-da, oluvchi. Oluvchilar telefon qilamiz. Prosta baho so'rashga emas. Akamizga balon bo'yicha ham murojaat qilasizlar. Chiroyli narxlarda zo'r qilib berishadi. Xorazmlar bemalol balon so'rab kelaveramiz og'amiz yonina. Azizlar, keyingi mashinamiz Ford Courier.
Aka motori qanaqa buni? Nexia motor qo'yilgan, koreyskiy 1.6. Ha, 1.6 benzinda. Ha. Mashinamiz ichkaridan ko'rinishlari. Bagajlari kengina. Shaharda ham yuk tashishga ancha udobniy mashina. Ford Courier mashinasi ekan bu. O'zgacha dizaynda ishlangan. Poliklarni qilib qo'yish tayyor hamma yog'i. Shofyor bilan yana bir kishi ketadi bu yo'lga. Kishiga mo'ljallangan mashinamiz. Shaharda yurishga ancha qulay ekan. Bemalol do'konchi akalarimiz bo'ladimi? Qanaqadir mana shunaqa kichkina yuk tashiydigan akalarimiz bo'ladimi? Dastavchik akalarimiz bo'ladimi? Hammasiga ketadi polniy mashinamiz. Mashinamizning holati yaxshi ekan. Eshiklarini ochilib yopilishlari ham yaxshi ekan azizlar. Aka bunga metan propan ustanovka qilinganmi? Yo'q, endi qilsa bo'ladi, benzin motor qilib. Ha, hozir benzin, bemalol metan propan o'zlaringiz xohlasangizlar ustanovka qilsangizlar bo'ladi mashinamizga. Probegi qancha bo'lgan aka? 145 ming. Qatida kamchiligi bor. Yo'q, xudo xohlasa hammasi joyida. Ha, so'z hammasi joyida, to'g'rimi? Kraska qayerda bor aka buni? Yo'q, xabarim yo'q, chetdan kelgan. Ha, o'zi qachon oluvdingiz aka? 1,5 ming bo'ladi. Zo'r xizmat qilib berdim oilaga. Alhamdulillah zo'r. Yumshoq, devada yumshoq. Savdo yuz bersin aka. Necha pul qo'yamiz aka endi buni? 6800 qo'ydi. 6800. Aha, kami bormi? Ozgina sunnatiga o'tib beramiz. Ha, bo'ldi aka. Nomeringizni ayta olasizmi? 97lik Xo'p. 187 14 12. Aha, akamizga bemalol dam olish paytidan tashqarida telefon qilaverasizlar. O'zlari sunnatiga ozgina o'tib beraman dedilar. Xudo xolasa kanalimizga telefon qilsangizlar kelishtirib beradilar akalar. Telefonda savdosini qilib, baraka qilaverasizlar bemalol akalarimiz bilan. Balonlarimiz ham yaxshi holatda. Endi yana 20-30 ming yurib beradi balonlarimiz ham. Alishtirish shart emas. Mashinamiz bez расход. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz yana Sergeli mashina bozoridan bo'ladi. Mashina bozorimizga kam minivellarimiz tushgan bugun ham. Mercedeslarimiz tushgan. Volkswagenlarimiz tushgan, lekin egalari yo'q mashinalarimizni to'liq ma'lumot ola olmaymiz. Bemalol telefon orqali bog'lanib, shu nomerlar har bittasini nomerini qo'yaman. Bu Mercedesniki 97 044 48 84. $9000 deb qo'yishdi. Qo'limizdan kelguncha qisqacha yozilgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. 2005-yil ekan mashinamiz. Probeglarini yozmaganlar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Volkswagen qizil variantidan akamiz telefon raqamlari 97 125 28 88. 2.5 dizel motor ekan. Bu 2.5 tali 2008-yil T5 deb qo'yibdilar. Mashinamiz holati yaxshi. Bu xuddi shuni oq varianti. 125 88. Ikkita mashinamiz bitta odamdan bo'lsa kerak menimcha. 2 litrlik turbo dizel motor 315 ming kilometr yurgan ekan. Bu ham T5 2012-yil ekan. Sostanalari yaxshi. Mashinalarimiz orqa taraflaridan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz azizlar. Orqa taraf ko'rinishlari, kraskasi urilgan, qirilgan joylari hamma narsasini so'rab olaverasizlar bemalol. Azizlar, bugungi minivellarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling. Miniven izlayotgan yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'yishni unutmang. Kimdadir sotiladigan miniven bo'lsa, kimdir miniven xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videolarimizga like bosib, izohlarda esa o'z fikringizni
yozib qoldiring. Minivan City har doim siz bilan.